Lekin do'stlar, tan olishimiz kerak, bu yog'iga jahon chempionatidan haqiqiy zavq oladigan muxlislar bu Barselona muxlislari bo'ladi. Sababini aytadigan bo'lsam, tarkibining asosiy qismi Barselona futbolchilaridan tashkil topgan Ispaniya terma jamoasi finalga yo'l oldi. Bu yoqda jamoasining afsonasi Lionel Messi yoshligining deyarli yarmidan ziyodi mana shu futbolchi bilan o'tgan yulduz jahon chempionati. Lionel Messi 39 yoshida finalga chiqdi. Bu haqiqiy Barselonachi final bo'ladi. Bir yoqda jamoasining afsonasi, bir yoqda bo'lajak yulduzi Pedri, Yamal, Kubarsi kabi ajoyib olmo kabi yulduzlar bilan birga bo'ladi. Va qaysi taraf yutsa ham u qadar xafa bo'lmaydi. Bu yoqda Ispaniya terma jamoasi yutsa hozirgi futbolchilari bor. Bu yoqda Argentina yutadigan bo'lsa afsonasi uchun shunchaki xursand bo'lib qo'yadi. Shuning uchun mana shunday jahon chempionati Barselona muxlislariga qaysidir ma'noda omadliroq kelyapti.